Dersimizin devamı ideologiya, özgümü ve başkalarımız yansalıdı. Devlet menfaati yo'naldi e'lon qilingan Amerikaning Jungo siyosati qayerdan chataq chiqdi mavzuliq maqolada yana mundaq ko'rsatildi. Amerika ideologiyani asos qilgan Jungo siyosatini qaytadan o'ylanish kerak. Jungoning taraqqiyot yo'li to'g'risida qarasiga hukm qilishni davomlashtirmaslik kerak. Uzundan beri Amerika davlat taraqqiy qilganda kuchayganda o'tir burjuaziya davlatni siyosiy erkinlik yetaklaydi. Masalan, davlat kuchayganda, taraqqiy qilganda, beyg'anda yetishib chiqqan o'tirib burjuaziya davlatni siyosiy erkinlikka yetaklaydi degan so'zga qat'iy ishinib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari shu so'zga qat'iy ishinib keldi. Men boshdan oxir da'votaman, demokratik davlatda yashagan xalqning ko'ngli oq, o'zi sodda bo'ladi ekan, vatandoshlarım oq ko'ngil bo'ladi ekan. Hozir Amerika Jungoga shunda muomala qilgan bo'lsa, amaliyotda oq ko'ngillik bilan muomala qildi. Lekin Xitoy hech qachon burjuaziyaga yo'l qo'yganimi yo'q, davlat beyi taraqqiy qildi, demokratiyaga yuzlanganimi yo'q. Keldi. Demak, erkinlik yetaklaydi degan so'zga qat'iy ishinib keldi Amerika. Dal mushu ishni Jungoning taraqqiyotiga yordam berishda ching turishning muhim sababi edi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari boshida so'zlab kelayotganimizda Jungoning taraqqiyotiga, iqtisodiy taraqqiyotiga yordam qildi. Yordam qilgandan birdan bir maqsad davlat beyg'anda qat ko'targanda o'tirib burjuaziya yetishib chiqqanda bu davlatni siyosiy erkinlik yetaklaydi degan shunday prinsip bo'yicha Jungoga yordam berib keldi. Garchi Jungo 20-asrning 70-yillariga solishtirganda texmo echib etilgan bo'lsa-mu, xalqaro har qaysi davlatlar bilan aloqalashish, almashtirishni tadrijiy ko'paytgan bo'lsa-mu, lekin buning hamroh bo'lib kelgani Jungo Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonida va yer shari doirasida davlat manfaatiga xiris e'lon qildi. Yoki Amerikaning davlat manfaatiga Jungo tahdid paydo qildi. Maqolada yana bunday ko'rsatildi. Amerikaning Jungo qaratgan siyosatidagi sabablik, jumladan Amerikani o'z olgan g'arb davlatlarining tashqi siyosatida umumyuzlik mavjud bo'lgan bir masala, ya'ni xato holda qarasiga hukm qilishni aks ettirdi. Masalan, g'arb dunyosi bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, Jungo degan masalada, hozirgi Jungo degan masalada xato tushunib keldi. Jungoning taraqqiy qilsa nima bo'lganligini xato hukm qildi deydi davlat manfaati jurnaliga maqol yozgan amerikalik olimlar. Amerikada tashqi siyosat belgilovchilarda xato bir xil ko'z qarash izchil saqlanib keldi. Ya'ni mustaqil ismli siyosiy tuzumdan ozod bo'lib chiqqan bir siyosiy gavda muqarrar demokratik yo'lga mang'udi. Xitoy hozirgacha hech qanday bir mustaqil tuzumlik jamiyatdan ayrilib chiqqani yo'q. Mavzun qanday siyosat yurgizgan bo'lsa ham shu, Deng Xiaoping qanday siyosat yurgizgan bo'lsa ham shu, bugun Xi Jinping ham shu bu kompartiyaning an'anasi. Boy bo'lishi mumkin, pul tepishi mumkin, lekin bu Xitoy degan davlat mustaqil tuzumdan hargiz voz kechmaydi. Chiqqan bir siyosiy gavda muqarrar, masalan mustaqil tizimdan ayrilib chiqqan bir gavda, ozod bo'lgan bir gavda muqarrar demokratik yo'l mang'udi deydigan xato qarash g'arb dunyosi va Amerika Qo'shma Shtatlarida izchil saqlanib keldi. Bunda ko'z qarashlar bexatarlik birinchi deydigan iqtisod bilan qorma-qarshi bo'lib, odatdagi ahvolda bexatarlik manfaati demokratik manfaatdan ko'p muhim o'rinda turadi. Ya demakchi bo'lganda Amerika Qo'shma Shtatlari uchun aytganda demokratiya muhimmi yoki davlatning bexatarligi muhimmi? Albatta davlatning bexatarligi muhim. Demokratiya bundaq vaqt ikkinchi o'ringa tushishi kerak. Lekin davlatning manfaatini ya davlatning bexatarligini o'ylamaydi, demokratiyani o'ylaydiganlar bo'lsa, demak oxirida mana Xitoyga yordam qildi. Xitoy bugun yetishib keldi. Endilikda Osiyo Tinch okean rayonida Amerika Qo'shma Shtatlariga tahdid paydo qilyapti.